Bugundan boshlab Qur'oni Karimning ayrim suralarini tafsirini ko'rishni boshlaymiz. Hujurat surasidan boshlaymiz. Qisqagina va bu sura Hujurat, hujralar deb nomlanadi. Bu surani yana bitta nomi Odob surasi deyiladi. Musulmon kishini tabiatida, vujudida bo'lish kerak bo'lgan odoblar haqida so'z ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi vattaqulloh innalloha samiun alim. Birinchi oyat. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida qadam bosmanglar. Ya'ni Alloh va payg'ambarini iznisiz biror so'zni gapirmanglar, biror qadam bosmanglar, biror ishni qilmanglar. Va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh eshitguvchi, bilguvchidir. Bugungi asosiy suhbatimizni mazmuni mana shu birinchi oyat haqida bo'ladi. Hammamizga ma'lum, birodarlar, islomda aqida bor, ibodat bor, muomala bor, odob bor. Bu surada zikr qilingan odoblar har bitta musulmonda bo'lishligi shart. Robbisi bilan bo'ladigan odobi, payg'ambari bilan bo'ladigan odobi, o'zini musulmon birodarlar bilan bo'ladigan odob. Bu birinchi oyat yana aqidaga aloqasi bor. Alloh va rasulidan avval bir qadam bosib yormanglar. Kishi koinotga qarab turib Robbisini taniydi. Uni hikmati, azamati, ulug'ligini taniydi. Rahmatini, adolatini ko'radi va Robbisini kalomi bilan bahs, munoqasha qilishlik mumkin emasligini tushunadi. Mo'min uchun Alloh va rasulining so'zi keltirilganda taslim bo'lishidan boshqa chora yo'q. Muhokama qilmaydi, fikrni bildirmaydi. Agar kim shunday qilsa, Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Shu so'zni ko'p qaytaramiz. Alloh va rasulidan o'tib bir qadam bosib yoribdi. Mo'min odam oyatlarni o'qir ekan sinamaydi. Oyatlar haqida gumon qilmaydi. Agar Robbisini oyatlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarini bahs maydoniga olib kelayotgan bo'lsa, demak, bu kishida iymonning yo'qligini bildiradi bu narsa. Sami'na va ata'na. Eshitdik, itoat qildik deydi kim? Mo'min musulmon kishilar. Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati mutahharasi bergan yechimni to'g'ri demasdan, Alloh va rasulining yechimiga teskari bo'lgan yechimlarni ham to'g'ri deyotgan odam Allohni tanimabdi. Endi ular deganing bilan bizni zamonimizga to'g'ri kelmaydi dedimi? Alloh saqlasin. Bu odam Allohni tanimabdi. U odam bolasi yozgan qonuni 20 yil ishlab 21-yil problemasi chiqadi. Har yili qonunni yangilash bor, o'zgartirish bor, chunki nuqsonlida u. Demak, bu sura musulmon kishini Alloh taolo bilan bo'ladigan odobi haqida so'z yuritadi. Kim Allohning yechimidan ko'ra boshqa yechimni to'g'ri deydigan bo'lsa, Allohni tanimabdi bu odam. Shariat berayotgan yechim bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi deb o'ylanayotgan bo'lsa, demak bu kishi Allohni tanimabdi. Agar biron bir mushkila bor, islom hal qila olmadi uni, ammo odam bolasi chiqargan qonun hal qildi degan fikrda bo'lsa bir odam, bu odam ham Allohni tanimabdi. Yuragi bir kasal odamni tasavvur qil. Oldida bir kuchli kardiolog turibdi. Kardiolog aytdi unga. Uni ko'rib bo'lganidan keyin, tashxis qilib bo'lgandan keyin, siz yurmang iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa gapirmang ham. Yuragingizga og'ir keladi. Yuragingiz to'xtab qolishi mumkin dedi. Desa shu kasalda oldida birga kelgan o'rtog'i savodsiz aytayapti, aytaveradi. Naborot harakat qil. Harakat qilsang foydasi bor dedi. Mana aytingchi, bu tabibning oldida bu savodsiz odamning gapirishligi nima deyiladi? Bu tabibni bilmabdi kimligi. Bu dardni nimaligini tushunmabdi. Bu tabibning oldida bir qadam oldiga bosib yoribdi. Yuradi, gapiradi, nima bo'ladi? O'ladi. Kim Qur'on va payg'ambarimizning so'ziga xilof yo'l tutgan bo'lsa hayotida, demak Alloh va rasulining oldida bir qadam oldiga bosib yoribdi. Bir kasal tabibning oldiga bordida, kirdi. Tabib uni ko'rganidan keyin kasal aytdi. Men aptekaga borib hozir falon dorini olaman, falon qilib davolanaman dedi. Tabib nima deydi? Nima deydi tabib? Ha, nima keldingiz meni oldimga bo'lmasam deydi. Biladigan bo'lsangiz nima qilasiz meni vaqtim olib deydi. Mo'minmizmi? Alloh va rasulining hukmi turgan paytda biz o'zimizning fikrlarimizni bildirishimiz mumkin emas. Aks holda hozir aytayapmiz, Alloh va rasulidan bir qadam nima qilibmiz? Oldiga bosib yuboribmiz. Agar Allohning kalomini, payg'ambarning so'zini o'zimizning ilmimizga, tajribamizga, tushunchalarimizga taqqoslayotgan bo'lsak, juda ham katta xato qilamiz. Biz kimmiz, birodarlar? Biz kimmiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirayotgan gaplari Robbisi tomonidan yuborilayotgan vahiy. Allohning kalomida, birodarlar, adashlik, botil, nohaqlik bo'lmaydi. Unda ixtilof yo'q, zaiflik yo'q, bironta qarama-qarshilik yo'q. Odam bolasi har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha tajribali bo'lmasin, har qancha uzoq umr ko'rgan bo'lmasin, u maxluq. Maxluqni hamma yo'g'i cheklangan. Umri ham, quvvati ham, moli ham
ilmi ham. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni u ikkisining iznisiz biron so'zga yoki ishga qadam bosmanglar. O'zi mu'min odam qanaqa bo'ladi? Allohning so'zi turganda qanday bo'lishlik kerak? Mavqifi. Astagfirullah. Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alloh va uning payg'ambari bir ishni hukm qilgan, buyurgan vaqtida biron mu'min va mu'mina uchun Allohning hukmini qo'shib o'z ishlarida ixtiyor qilishi joiz emasdir. Ramazon keldi, roza tut deb Alloh buyurdi. Tutsammikin, tutmasammikin? Saratonda bo'lib qoldi-da. Alloh taolo aytdi, 1 yil to'lganda nisob yetgan bo'lsa zakotni ber dedi. Desa, bersammikin? Yo krizis bo'lyapti, ha? Mo'min odamda ixtiyor bo'lmaydi. Mo'min odam eshitdim, itoat qildim deyishlik kerak. Agar o'zini fikrini muqaddam qilsa, Allohdan bir qadam oldiga qadam bosibdi. Bir muslima tabibadan so'rashdi. Ko'p xotinlik haqida fikringiz qanday? Haligi tabiba aytdiki, Alloh Qur'onda muboh qilib qo'ygan narsa ish ustida meni fikrim bo'lish kerakmi dedi. Mana haqiqiy mu'minlarning javobi. Alloh ruxsat berib qo'ygan narsa ustida meni fikrim bo'lish kerakmi? Ya'ni qaytarib aytaman, Alloh va payg'ambarning so'zi turganda mu'min taslim bo'ladi xolos. Fikrni bildirmaydi. Fikrni bildirmaydi. Aytdim-ku, asosiy gap shu haqida bo'ladi bugun. Alloh va rasulidan bir qadam nima qilibsiz? Ilgarilab ketibsiz, bosib yoribsiz. Masalan, ribo masalasi bor. Alloh taolo ochiqdan ochiq aytib qo'yibdi, yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Alloh taolo sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi, sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak, pul topish kerak, daromad qilishlik kerak. Yaxshi, bu bor, qilish kerak shunaqa. Xo'p, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? Shunda inson o'zini noqis aqli bilan eng zo'r yo'li deydi, prosentga berish ekan deydi. Berasan ekan, ishlamaysan ekan, surov kelganda pulni olasan ekan, zo'r ekan deydi. Yana qaytarib aytamiz, o'zini noqis aqli bilan shu xulosaga keldi. O'zi nima deyishlik kerak edi? Riboga berish mumkinmi? Shariat nima deydi bu masalada deganida to'g'ri bo'lar edi. Alloh taolo aytib qo'yibdi, riboni foydasini Alloh taolo yo'q qiladi. Bu hukm. Nima deydi? Biz deydi, hozir kredit olganlarga yaxshi sharoit qilib berdik. 14%ni 10% ga tushirib qo'ydi desa, xursand, hali prosentga pul olganlar 4% tushib berdi. Voy, musulmon odamgachi 0.1% desa ham olmaydi. Chunki uni ati nima? O'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki u fikrini ishlatishi mumkin emas. Mo'minga Allohning hukmi turganda tamom, taslim bo'lishdan boshqa ishi yo'q. Riboga pul berib boyayotganlar ehtimol hozir boyayotgan bo'lib ko'rinayotgandir. Allohning hukmi turibdi, xor bo'lishi aniq. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Faqat masala nimada? Vaqtda, ertagami, lekin xor bo'lishida shubha yo'q. Yana qaytarib aytamiz, inson o'zini ojiz aqli bilan, noqis aqli bilan Allohning hukmi turganda o'zi mulohaza qilsa, yutkazadigan faqat o'zi bo'ladi xolos. Undan tashqari odam bolasini o'zini aqliga suyanib chiqargan hukmlari faqat shu dunyosini muolaja qilish uchun chiqarilgan hukm bo'ladi. Oxirat haqida o'ylamaydi inson. Mana o'zini aqliga suyanib turib chiqarilgan hukmlarda qoidalardan bittasi inson hur, o'zi xohlaganda yashash kerak. Hur inson oila qilish qilmaslik ixtiyorida. Xolasa bir necha bir jinsiy partnerlari bo'lishi mumkin. Xo'p, nima bo'ldi shu xulosaning orqasidagi natija? Zino ko'paydi. G'alati zinolar ko'paydi. Jinsiy kasalliklar ko'paydi. Erkak erkakka uylandi, ayol ayolga uylandi. Insoniyatda tomiriga bolt urildi. Oila degan narsani yo'q qildi bular. Farzand ko'rishni xohlamay qo'ydi bular. Karyerasiga almashtirib yubordi oilani ayol kishi. Kim tug'adi endi ayollar karyerada yursa? Yana qaytarib aytaman, o'zlari o'ylab topgan qonunlar bilan jamiyatni tartibga keltirishib oluvdi. Allohning oila degan, farzand degan, er degan, xotin degan yer yuziga qo'ygan sunnatini inkor qilishuvdi, qirilib ketishligi vaqt masalasi qoldi xolos. Odam bolasi faqatgina shu dunyosini obod qilish haqida fikr qiladi. Yechimlari ham shunga yarasha bo'ladi. Ammo shariat insonni ikki dunyoda saodatli bo'lishlikka yetaklaydi. Tasavvur qiling, mana shu yechimlardan bittasini. Bir mamlakatni tasavvur qilinglar, aholisi haddan tashqari ko'payib ketdi. Tabiiy resurslar yetmayapti. Shuning uchun o'sha mamlakatda
hukumati qaror qildi. Bitta oilaga bitta farzand. Natija qanaqa bo'ladi? Bitta farzand bo'lishi kerak, ikkita mumkin emas. Shunda homila bo'lib turgan paytida bu bola qaraydi. Agar qiz bo'lsa, olib tashlaydi. Nima uchun? Abort qiladi. Nima uchun? Shu oilani otasi, erkak kishi o'zini naslini davom etishini xohlab, o'sha bir dona farzandini o'g'il bo'lishini xohlaydi. Endi hamma shuna qilsa, naq o'g'il bola tug'ilaversa, ayollarda nima bo'ladi bir holati? Tushunyapsizmi? Inson bolasi dunyosini isloh qilaman deb bitta qarorda qabul qiladi. Ozginadan keyin uni xatosi chiqadi, uni tuzatadi, uni ham hatto tuzatadi, cheki yo'q. Ammo Alloh taoloning hukmi, shariatning hukmi har qanday zamonga, har qanday makonga mos tushaveradi. Chunki u Robbil alamin tomonidan yuborilgan. Insonning hamma ehtiyojlarini, hamma g'arizalarini chiroyli suratda qanoatlantiradi. Mo'min kishi Alloh va Rasuli hukmi turganda o'zini fikrini bildirmaydi. Allohning manhajiga teskari bo'lgan qarorlarning oqibati achinarli bo'ladi. Mana bir necha yillar avval Avstraliyada 20 millionta qo'yni otib o'ldirib, yerga ko'mib tashashdi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun bunday qilishdi? Virus masada soppa-soq qo'ylar edi. Iqtisodchilarning tilida chiroyli so'z bor. Spros и предложение deydi. Talab va taklif. Nimaga o'ldirishdi buncha qo'ydi? Chunki agar shu 20 millionta qo'y bozorga kiritilsa, go'shtni, qo'yni narxi tushib ketar edi. Shuning uchun narx-navoni ushlab turishligi uchun 20 millionta qo'yni yo'q qilib ko'mib tashashdi. Chunki bu qonunlar insonlarning aqliga tayanib turib chiqarilgan qonunlar edi. Ma'qulmi? O'shuncha bittamiz o'zimiz oilamizda 3 ta, 4 ta, 5 ta bolamiz bilan qilayotgan muomalamizda Allohning hukmi emas, o'zimizning tajribamizdan kelib chiqib turib hukm qilib, ularga o'zimizning tushunchamizdan tarbiya beradigan bo'lsak, buni ham oqibati achinarli bo'ladi. 6 ga 7 ga kirgan bolani jo'natib yuboryapti. 10 ga kirib kirmagan bolani Yevropaga jo'natib yuboryapti. Nima deyapti? 3 xil til o'qitar ekan. Yaxshi. Bolani yo'qotib qo'yishini bilmaysanmi sen? U bola 15-14 yoshgacha onani mehriga, otani bir rioyasiga muhtoj. O'zini kimligini ko'rsin, millatini, dinini, urf-odatini tushunsin, keyin jo'nat bolani, birodar. Yo'qotib qo'yasan bolani. Keyin kelmay qo'yapti ular bu yoqqa. Nima qilaman deydi u yoqda deydi. Ana shu qarorlarda yana bittasiga misol, bir odam boshqa mamlakatga tirikchilik qilgani ko'chib bordi. O'zi bordi. Xotin bola chaqasi o'zini yurtida. Endi ko'chib borgan joydagi qonunlardan bittasi, agar shu odamni shu yurtda kelib topayotgan puli oliy darajada bo'lmasa, katta pul topmasa, oilasini olib kelishga ruxsat yo'q ekan. Endi bu odam kelib 1 yil ishlaydi, 2 yil ishlaydi, to oliy darajaga olib chiqqunicha 2 yil, 3 yil, 5 yil ehtimol xotinsiz yuradi. Xotin ham o'zini yurtida ersiz yuradi. Xotinidan uzoq yurgandan keyin nima bo'ladi? Eri yo'q, yurib xotini uyda. Bu yerda nima bo'ladi? Qarang, eri xotinni birga qilmaslik, ajratib qo'yishlik sun'iy ravishda. Bu Alloh taoloning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Billa bo'lishligi kerak edi. Ana shu qonunda qiluvdi, yana nasl-nasab aralashishi, zino, shunga o'xshagan narsa ko'payib ketaveradi. Xulosa, Alloh azza va jallaning ochiq hukmi turganida unga boshqa narsani badil qilib keltirish, uni o'rniga inson o'zini fikrini, ra'yini aytishi Alloh va Rasulining oldida qadam qo'yishlik bo'ladi. Musulmon odam hozir aytganimizdek unaqa bir mulohaza qilib, teshirib, shu to'g'ri kelarmikin, to'g'ri kelmasmikin deb o'tirmaydi. Allohning hukmimi? Qila olmasa ham nima deydi? Shu to'g'ri deydi. Shuni qila olmayapmiz, lekin shu to'g'ri. Alloh taoloning kitobiga asoslangan nizom bashariyat uchun eng munosib nizom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari odobning eng oliy maqomida edilar. Badr kunida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin uchun joy tanladilar. Shunda Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu kelib so'radi. Nima deb so'radi, qarang. Ya Rasululloh, mana shu yerga to'xtashni Alloh sizga vahiy qildimi? Agar shunday bo'lsa, hech qanday gap so'z yo'q bo'ysunamiz. Yo bu sizni
fikringiz va jang uchun qilgan hiylangizmi deb so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, bal huwa ro'yu val makida. Bu fikr va hiyla. Bu joyga to'xtashlik Rasulullohning shu ishi vahiy emasligini bilganidan keyin Habbob ibn Munzir roziyallohu anhu aytdiki, unda bu joy yaxshi joy emas dedi. Ya bo'lmabdi Rasululloh aytganmi, bu joy emas bu, nima deganingiz bu demayapti, odobni ko'ring. Payg'ambardan oqlab o'tib ketishni xohlamayapti. Diqqat qilinglar, juda ham bir muhim narsa. Kishi o'zining hayotidagi mushkulalardan, alamlardan qutulishni yagona yo'li Allohning yechimi deb qabul qilishi. Hayotidagi mehnat mashaqqatlardan qutulishning yagona yo'li Allohning yechimi desa inson va shunday qila olsa qutuladi hayotdagi mashaqqatlardan. Agar unday demasa, o'zini kallasi bilan yechim chiqaraman desa, bu odamning mushkulasi tugamaydi. G'arblik mutafakkirlardan bittasi o'zini Al-Insan zalikal majhul degan kitobida shunday bir fikrni keltiradi. Ya'ni jamiyatda ajrashishlar ko'p, oilalarda buzilish ko'p, bolalar yetim bo'lib ketayotganligi ko'p. Shu muammoni ko'rib, uzoq o'ylanib, izlanib, bir tadqiqot olib borgandan keyin xulosasini qarang. Erkak kishi o'zining ayolidan boshqa ayollarga qaramasligi ko'p mushkulalarning yechimi degan xulosaga keldi. G'ozzul basar. Erkak ko'zini tiysa, juda ko'p muammolarimiz hal bo'lar ekan deyapti. Islom erkakdan nimani talab qiladi? Ayni shu narsani talab qiladi. Ayoldan ham shu narsani talab qiladi. Erkak ham, ayol ham nima qilsin? Ko'zini tiysa, bularning yutida to'lib toshib ketgan muammolar bizda bo'lmaydi. Ma'qulmi? Mana G'arbda turli bahonalar bilan vechirinkalar o'tkazadi. Tug'ilgan kun, 50 yil, 60 yil, qandaydir bir prezentatsiya. Xullas erkak ayol yig'ilib vechirinkaga yig'iladi. Ya'ni o'zini ham ko'rsatib beradi, boshqalarni ham nima qiladi? Ana shu vechirinkaga borgan erkaklar o'zini ayolidan boshqa ayollarga qarab ko'zlarini qondirmoqchi bo'ladi. Ixtilot, erkak ayol aralashadi, bir-biri bilan gaplashadi, vechirinka tugagandan keyin nima bo'ladi? Agar rashq degan sifat qolgan bo'lsa u erkakda, xotini birov bilan gaplashib turganiga borib urishadi. Sen nimaga men bilan gaplashding deydi. Agar rashq degan sifat qolsa. Keyin oila buzilib ketmasa ham bir-biriga nima qiladi? Sog' muomalada turadi. Sababi nima desiz bu mushkulani? Erkak ham ayol ham ko'zini tiysin degan Alloh taoloning hukmidan manhajdan nima bo'lib ketgan bular? Chiqib ketgan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisini iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Kimdir aytishi mumkin, nima endi, umuman aqlimizni ishlatmaymizmi? Ha, ishlatamiz. Qur'onni hukmlarini to'g'rimi, noto'g'rimi deb ishlatmaymiz aqlimizni. Qur'onda bir kamchilik bormikin deb turib izlanib aqlimizni ishlatmaymiz. Balki oyatlarning mo'jizasini o'rganish uchun, son sanoqsiz foydalarini bilishlik uchun, hayotda tatbiq qilishimiz uchun aqlimizni ishlatamiz Qur'on o'qiyotganda. Ammo hukmlarning ustida aqlimizni ishlatmaymiz. Alloh buyurdimi? Buyurdi. Bo'ldi, qilamiz. Alloh qaytardimi? To'xtaymiz. Oqil mu'min Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari turganda o'zini aqlini ishlatmaydi, fikrini oldiga surmaydi. Tasavvur qiling, bir majlis hadis ilmida peshqadam bo'lgan, zamonasining peshqadam muhaddislardan bo'lgan bir odam o'tiribdi, ilm majlisi. Va qolganlar, majlisdagilar, endi bu ilmga endi kirib kelayotgan talabiy ilmlar. Bu kishini qadrini bilganligi uchun, bu kishidagi ilmni nimaligini tushunganligi uchun bu majlisda o'tirgan talab ilmlar indamay o'tiradi, sirri bosib, haybati bosib. Endi kimdir gapirsa, hadis ilmi haqida bu olim turganda gapirayotgan bo'lsa, demak bu odam bu olimning qadriga yetmabdi. Qadr qiymatini bilmabdi. Agar bilganda gapirmas edi. Yana qaytaramiz, Allohning payg'ambarda hukmi turganda fikringizni aytyapsizmi? Demak, Allohning va payg'ambarning kimligini tanimabsiz. Qarang, o'zingizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan bir odam oldida shunday turishingiz kerak siz. Sizdan ko'ra ilmliroq bo'lgan odamning oldida shunday bir turishingiz kerak, jim odob bilan. Endi Alloh va payg'ambarning oldida qanday turish kerak? Agar biz payg'ambarning so'zidan, Alloh taoloning so'zidan fikrimizni ustun qo'ysak, kim bo'lamiz? Ya ayyuhallazina amanu
La tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulih. Ey mu'minlar, sizlar Alloh va uning payg'ambari oldida, ya'ni ikkisining iznisiz biron so'z yoki ishga qadam bosmanglar. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.